Yurtimizda aholi bandligini ta'minlash va yoshlarni zamonaviy kasblarga yo'naltirish ustuvor vazifadir. Namangan ilg'or kasbiy mahorat texnikumi hamda To'raqo'rg'on tumani mahalla fuqarolar yig'inlari bilan hamkorlikda yangi loyihaga start berildi. Bugungi kunning eng xaridorgir sohalaridan biri kompyuter grafikasi. Bizning kurslarimizda siz zamonaviy dizayn, reklama bannerlari va raqamli san'at sirlarini o'rganasiz. Darslar eng so'nggi rusumdagi texnikalar bilan jihozlangan shinam xonalarda olib boriladi. Yuqori daromadli va doim talabgir bo'lgan navbatdagi yo'nalish payvandlashishi. Tinglovchilar nazariy bilimlarni bevosita amaliyot bilan mustahkamlaydilar. Zamonaviy jihozlar va xavfsizlik qoidalariga to'liq amal qilingan holda professional mahorat shakllantiriladi. Kurslarimiz 1 oy davom etadi. Asosiy maqsadimiz tumanimizdagi ishsiz aholini qisqa fursatda kasb-hunarli qilish va ularning bandligiga ko'maklashishdir. Kurs yakunida har bir bitiruvchiga maxsus davlat namunasidagi sertifikat topshiriladi. Imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Zamonaviy bilim va mustahkam kasbga ega bo'ling. Namangan ilg'or kasbiy mahorat texnikumi kelajak sari tashlangan ilk qadamingiz.